Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan sog'lik, omonlikda görüşüp turganimizdan bag'ayat xursandmiz. Xudo xolasa o'zimni uyimda o'zimni qushchalarima qafas yasadim. 50 santimetr, balandligi ham 50, uzunligi 1 metr yasadim do'stlar. Buna hech qanday profil yoki bo'lmasa reykadan umuman hech qanday bunday narsalardan ishlanmadi. Xo'p, birinchi marta yasasim bu narsani. Teshigi sal kattaroq teshik-ku, lekin chiqib ketmaydi baribir. Bemalol yurishlari uchun kattaroq etib. Bu o'zini zavodskoyi. Bu o'zim yasagan narsa. Yani ko'rib yurishlaringiz mumkin. Hech qanday qo'shimcha narsa ishlatganim yo'q. Faqat setkani, gabion setkani o'zimdan chiqardim shu narsani. Chiroyli chiqqan bo'lsa, layklar bilan bahramand etaverasizlar. 2 dana gabion setka yetdi mana do'stlar. Hop. Har biri 150 ming so'mlik gabion setkalar bo'ladi. Lekin qisdan men azondan kechadin o'zim bitirdim shu narsani do'stlar. Qushchalar akbaranglar. Adlarini nima deb aytadilar bilmayman endi bularni. Bir de ishkini. Buna meni varit etib qo'ydim. Nima aytadi? Yana o'zi ko'tariladi yana. Bo'ldi. Bu yerda o'zini sim bukadon apparatlari bilan o'rnatganman buni. Shular qo'llab vazifasini bajarib beradi. Chiroyli chiqqan bo'lsa, bir layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangsizlar, sizlardan bag'ayat xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.